22 iyun Amsterdamning Dam meydanida Abdurahim G'ani yolg'iz kishilik namoyishining 1 yillik xotirasi munosabati bilan o'tkazilgan Uyg'ur madaniyat kuni nomidagi o'zgacha bir namoyish ziyoratchi sayohatchilarning diqqatini yana bir qatim o'ziga tortdi. Maydonga rəbtlik tikilgan chidirlar va ko'ngil qo'yib tayyorlangan lozung rasmlar vatandagi har turli zulm, mustabidlik, irqiy qirg'inchilik, madaniyat qirg'inchiliklarini aks ettirsa, hazırlangan kitaplar, yemeklikler, sanat buyumlari Uyg'ur madaniyatini namoyon qilib, dutlar, tambur, dab qatorliq chalg'u asboblarimizdan chiqayotgan mo'ngluq kuylar ziyoratchilarga boshqacha zo'q beg'ishlaydi. Taraf-tarafdan kelgan kishilar Uyg'urlarning dardiga quloq soldi. 2017-yili 5-oyda Abdurahim G'anining ota-onasi bilan bo'lgan aloqasi butunlay uzilgandan keyin u 1 yil buruqtumliq ichida yashab qattiq azoblandi. Keyin uydan 50 kilometr yiroqlikdagi Amsterdam maydoni va Gollandiya parlamenti oldida yolg'iz kishilik namoyish qilish irodasi kelib, bu uzun muddatlik musobaqa qadam tashlaydi. Sovuq qish, pijg'irim issiqlar, besiq yo'llar va qatnash qistonchiliklari, qizg'inligiga sepilgan sovuq suvlar va top ta'nilar Abdurahim G'anining bu izchilligini sustlashtirib olmadi. Aksincha, uning irodasini texnik kuchlantirib, Abdurahim G'ani dastlabki o'z ota-onasining da'vosini anglitishdan lagerga so'langan butun ota-onalarning butun mustamlika Sharq Turkistonning ozodlik davosiga atlandi. 1 yil ichida ko'plagan kishilarmi xolis yordamlarda bo'ldi. Abdurahim G'aniga bu yolg'iz kishilik kemisini cho'lda haydab mangandek tas tuyulsa-mu, hech bo'shashmasdan olg'a ilgirlab mangdi. Yolg'iz kishilik namoyishining 1 yillik xotir kunini yangicha bir qiyofat bilan jonlantirib, Dam maydonidagi kurmanglagan sayohatchilarning diqqatini tortgan Abdurahim G'ani bugun dastlab o'zining 1 yillik yolg'iz kishilik namoyishini qisqagina xuloslagandan keyin, buningdan keyinmi yana davomlashtirib mangdiganligini, yangi usullar bilan dunyoning diqqatini tortishga tirishadiganligini bildirdi. 2018 6-oyning 23 kunidan boshlab Gollandiya parlamentining oldi shundaqla har shanba Amsterdam Dam maydonida izchil qilayotgan namoyishimniki saq 1 yoshga to'lgan kuni. Bu faoliyatni davomli izchil davomlashtirish uchun bugun yana bir bayon xarakterlik namoyishim davomlashtirganimga bir signal berdim. Bu qitimliq namoyishni qo'llash Abdurahim G'anini taqdirlash yuzidan kelgan ma'naviy onamiz Rabiya Qodir xonim vatanimizda bo'layotgan zulmlar uchun bizlardan minglagan, yüz minglagan Abdurahim G'anilarning chiqishi kerakligini, Abdurahim G'anining Uyg'urlardan chiqqan qahramon ekanligini aytdi. Andan Yevropa Sharq Turkiston Ma'rif jamiyati vakili Aysa Qarim arab tilida vatanimizdagi ahvollar bilan Abdurahim G'anining tirishchanligini so'zlab tushuntirdi. O'tiriq shaharlik hukumat vakili, lagerlarning tirik shohidi Ömerbek Ali qatorliqlarmi ayrim so'z qildi. Chet el axborotlardan Dubayning hukumat kanali Al-An, Turkiya Anadolu xabarlari va har qaysi Uyg'ur axborot o'rinlari qatorliq taratqulardan kelgan muxbirlarning bir qator ziyoratidan keyin tayyorlangan san'at nomerlar o'rindaldi. Oxirida ziyoratchilarga vatanimizning tarixi, madaniyati, hozirgi og'ir va kaskin vaziyati to'g'risida tushuncha berilib, Abdurahim G'ani tayyorlagan Yevropa Ittifoqi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq organlariga taqdim qilinadigan lagerlarni taqashga chaqiriq qilish jadvallariga imzo qo'ydirildi. Namoyish boshdan oyoq tartiblik, aldirash, qizg'in kayfiyatda davomlashdi. Biz bu egilmas qahramonning 1 yillik namoyish xotir kunini qutlaqlaymiz va uning mehnatlariga baraka tilaymiz.